Endi navbat armiya va yoshlar sahifasiga. Unda navqiron avlod vakillari hamda vatan himoyachilari ishtirokidagi tadbirlar haqida so'z boradi. 9 may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Mudofaa vazirligi Ma'naviyat va madaniyat markazida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Olmazor tumani hokimligi va O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi Olmazor tumani bo'limi hamda Olmazor tumani Ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan mazkur tadbir yoshlar uchun chin ma'noda ibrat maktabi bo'ldi. Ko'pni ko'rgan keksalarimiz navqiron avlod vakillariga bosib o'tgan hayot yo'li, davlat va jamiyat taraqqiyotidagi islohotlar, o'g'il-qizlarimiz uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida so'zlab berishdi. Burch, jasorat, matonat shiori ostidagi tadbirda mustaqillik yillarida halok bo'lgan vatan himoyachilarining hayoti, xizmat faoliyati aks ettirilgan Millat fidoyilari kitobining taqdimoti ham o'tkazildi. Yoshlarga vatanga sodiq bo'lish, tinchlikning qadriga yetish muhimligi uqtirildi. Shu kuni respublikamiz miqyosida keksa nuroniylar ishtirokida o'tkazilayotgan g'ayratli keksalar sport musobaqalarining tuman bosqichi g'oliblari diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Yakunda Mudofaa vazirligi Qurolli Kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli ijodkorlarining bayramona chiqishlari barchaga birdek manzur bo'ldi.